Yo, obunachilar, sizlar bilan men Aircraft. Bugungi videoda Minecraft Safir zborkani ikkinchi qismini olamiz. Videoni juda ham ko'p joyga qirqilganligi uchun ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin, ammo o'zim hozir o'shalarni tushuntirib o'tib ketaman. Tak, birinchi navbatda hozir men mana yerda uy qurib olaman. Mana uy tayyor. Uy tayyorga bo'lgandan keyin men Whitestone modini qo'shdim. Ya'ni mana shu yerda men baza qilib oldim o'zim uchun. Baza deb yozyapman. Undan tashqari videoni ko'p joylari tezlashtirilgan kadr ham bo'lganligi uchun ancha video tushunarsiz bo'lib qolgan. Shuning uchun albatta men buni videodan keyin alohida ovozini yozib olyapman. Bo'lmasa normali turuvdi. Mana hozir ham juda ham tezlashtirilgan kadr qildim. 5x даже. 5x bo'lganligi uchun hozir o'zim aytib o'tib ketyapman. 2x bo'lganda sal tushunarli bo'lasdi. Chunki bu video 45 minut bo'lib ketgan, vobshida ko'p. Shuning uchun men buni qisqartirish uchun shunaqa qildim. Tak, hozir men pastga tushaman va menimcha yotoq yasayman, chunki uy tayyor bo'lgandi uje. Yotoq yasayman. Hozir yotoq yasab olaman. Yotoq tayyor uje. Okey. Go, mayli xulimiz. Okey, tong otdi. Mana ikkinchi kunimiz ham boshlandi. Safir zborkani ikkinchi kuni boshlandi uje. Okey, qo'shgan modlarimiz orasida bitta normalniy modlar bor edi, ya'ni ko'pgina qurollar qo'shib beradigan modi bor edi. O'shani tekshirib ko'rdim va u albatta ishlayapti. Aynan koperdan yasalgan, ya'ni mis deydimi, yo'q, alyuminmi? O'shandan yasalgan kirka juda ham kerak. Ya'ni u bilan temirni osonlikcha sindirsa bo'ladi. Masalan, tosh kirka bilan temir sindirib bo'lmaydi. Yo temir bo'lishi kerak, yo koper bo'lishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi temir olish uchun temir kirka kerak. Yo bo'lmasa koperlik. Shuning uchun albatta koperlik kirka bizga juda ham kerak bo'ladi. Ikkinchi qismda juda ham ko'p vaqtida men konda bo'lganman. Shuning nima uchun deganda, prям men miner mod qurmoqchi edim. O'shaning uchun menga juda ham ko'p lapis va redstone kerak edi. Shuning uchun konga tushganman. Mana hozirda ham tushyapman, faqat oxirigacha tushmadim, chunki menga fortunli kirka kerak edi. Shuning uchun ko'mirlarni yig'dimda chiqib ketdim. Nima uchun ko'mirlarni yig'yapman? Axir men prям nima deydi? Miner modini quryapman-ku. Miner modida ko'mir bermaganligi tufayli men ko'mirni yig'ib olyapman. Chunki ko'mir ularning orasida chiqmaydi. Shuning uchun albatta ko'mirni yig'ib olyapman. Ko'mir juda ham ko'p ishlatiladigan. Masalan, hozir men biron bir diamond nima deydi? Savdogar, xullas, savdogarlardan savdo qilishim uchun, treyderlardan savdo qilishim uchun, aynan diamond savdo qilishim uchun, ya'ni diamond olishim uchun menga ko'mir kerak bo'ladi. Undan tashqari ko'pgina narsalarni eritishga ham ko'mir kerak bo'ladi. Mana bu yerda bitta savdogar bor va o'sha savdogardan men hozir fortunli kirkani olaman, ya'ni omad shahriga o'qitilgan kirkani olaman. Uning uchun 4 ta temir kerak ekan. Albatta menda temir bor. Shuning uchun hozir tepaga chiqib temirni olib, keyin esa fortunli kirkani olamiz. Qani bo'lmasa, let's go. Bu yerda ko'mir bor ekan. Albatta ko'mir kerak bizga. Shuning uchun ko'mirlarni bosib olamiz. Qani deganda ko'mir XP beradi. Hozirdagi spawn pointimiz, ya'ni Whitestone modi XP bilan ishlaydi. Eng kam adashmasam 3 XP gacha ishlaydi. 3 XP da ham qayergadir teleport bo'lsa bo'ladi. Undan past, ya'ni 2 XP, 1 XP larda ishlamaydi. Ozgina tamom boryapti. Men hozir temirga o'taman. Temirga kelyapman, temir olaman. Menimcha menda pishirilgan temir yo'q edi. Shuning uchun albatta pechka yasab olaman. Pechkani qo'yamiz. Endi bu yerdan ko'mirmi? Yo'q, ko'mir emas. Xo'sh, pechkani ichiga albatta temirni tiqamiz hozir. Okey. Pishgan temir ham bor ekan. Bizda pishgan temir bor ekan, albatta pishgan temirni olamiz. Okey, 4 dona kerak bizga.
Xo'sh, 4 donani olamiz. Okey. Endi esa sekin borib fortunli kirkani olamiz. Xo'sh, fortunli kirkani menga ber. Xo'sh, fortunli kirka uji bizada bor mana. Esishto'ga fortunli kirkani ta'mirlab bo'lmaydi. Ya'ni singandan keyin qaytib ta'mirlab bo'lmaydi. Masalan, boshqalarni anvilga qo'yib ta'mirlasa bo'ladi-ku, temir qo'yib. Bunda unaqa qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biza bu nima deydi, traderda yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Undan ko'p marotaba biza fortunli kirka olamiz. Qani bo'lmasa pastga let's go. Mana shular ham juda tezlashtirgan kadr, вообще tez bo'lyapti. Ko'rib turgan bo'lsalaring, men hozir sekingina konga tushib oldim. Okey, konda ham ancha ishlayman. Mana hozir просто mana shu qirqib qo'yib oldim. Chunki juda ham eng ko'p vaqtim mana shunga ketgandi. Diamond topdim, ko'rdilaring, oltin topdim, temir topdim, redstone topdim mana. Xullas, ancha narsa topdim bu yerdan. Bu kon anchagina kichkina ekan, lekin rudalari ancha normal ekan. Lapis ham topdim mana. Albatta bizga lapis kerak edi, shuning uchun mana shu yerda ozgina o'lib ketdim. Boshqa bir kon topib oldim. Buni xaritaga teskari tarafga qarab ketayotgandim, kon chiqib qoldi. Hozir mana shu yerda hozir o'tib ketaman sekin. Mana 2 dona chiqyapti. Menga 3 dona kerak. 1 donasini yasash uchun u 1 donadan ham 3 ta kerak bizga. Shuni ozgina hisob kitobini qilib oldim va menga общий 3 stak, yo'q, 4 stak kerakligini bilib oldim. 4 stak lapis, 2,5 stak ko'mir kerak. Nima edi? Redstone. Oxirida redstone qandaydir muammo bo'lib qoldi. Va 3 tasi uchun 27 ta ketadi. Bitta o'sha narsani boyaga mexanizmni yasashni o'zi uchun 3 stak ketadi. Mana shu narsa uchun men alohida diamond yig'ayotgandim. Bilganlar uchun menda 6 ta diamond bor edi. Mana 7-sini ham qo'shib qo'yamiz. Undan tashqari turli xil rudalar oldim va o'shalarni ham solib qo'yamiz ichiga. Whitestone albatta bittasini olamiz, chunki hozir biz boshqa yerga ketyapmiz. Boyaga aytganimdek kon chiqadi va o'sha konda ozgina rivojlanib olamiz. Bizga kerakli darajada redstone chiqadi bu yerdan. Hozir uxlaymiz, turib sekin yo'lga tushamiz. Qani bo'lmasa let's go. Tong otdi. Minecraftning 3-kuni ham boshlandi. Qani bo'lmasa sekin tepaga chiqaylik-chi. Let's go. Bu yerda nimanidir izlashtirdimmi? Men bilmadim o'sha payti. Esladim men. Xullas, tepaga chiqishdan oldin anoni pishirib qo'ymoqchi bo'ldim men. Planlashtirdim. Mana copperda pishirib qo'ymoqchi edim. Copperda pishirmaganimning sababi просто men yo'bir terroristdan nimadir sotib olmoqchi edim. O'shani nimaligi esimdan chiqib ketdi. Copperda o'shanga pishirmoqchi edim. Ya'ni boyagi mana bundan izumrud olsa bo'ladi. Boya bir ko'rganimda shu orasida izumrud bor edi. Mana birinchida turibdi. Va o'sha esimga reski qaytdidan, o'sha esimga tushgandan so'ng yana qaytdim men orqaga. Copperda pishirgani. Lanjlarga o'xshab bir marta yiqilib tushdim. Bu albatta menda 2-3 marta bo'ldi bunaqa holat. Ikkinchisi. Bundan tashqari ham yana qayerdadir adashmasam bir marta bo'lgandi. Xullas, shu bilan yana katta tezlik bilan tezlashtirilgan kadr bilan biz boya konga yeta olamiz. Konga tushish uchun bir marta harakat qildim va u yerda tushib o'ldim. Ikkinchi marta harakat qildim. Ikkinchi martasi men qayerdaligini aniq bilasdim uni. Shuning uchun ikkinchi martasi osonroq yetib oldim va qayerga tushishni ham aniq bilasdim. Va bizda bu yerda qandaydir struktura bor ekan, mana shu yerda. Undan tashqari biz konga tushganimizdan biz temir kutib oldi. Mana temir.
Okey, temirni olamiz birinchi navbatda. Boyaginday qirqilgan kadrlar, tezlashtirilgan kadrlar bilan sekin-asta o'tkazib Yana lapis chiqdi. Okey, lapislarni ham bosib oldik. Unisiga fortune kirka bo'lgandan keyin tezroq va ko'proq beradi. Ya'ni effektivность sehri ham bor bunda. Bu yerga tushaman degandim. Men tushgan joyimda nima deydi mana o'rgimchak to'g'ri turtgan. Shuning uchun ozgina qiynaldim va men tushib oldim va chiqib ketib qoldim. Aksiga olib menda qilich ham yo'q edi. Yana temirlar topdim mana. Ancha temirni bosib oldim. Ustiga temir miner ham bor edi. Mana kon deb belgiladim va uyga reski qaytdim. Mana bu yerda o'zim bazamda ichiga oldim. Ya'ni endi Whitestone qo'yganimdan keyin bu yer ham meniki. Ancha bloklarni xato qo'ydim, mana ko'ryapsiz. Bittasi tashqariga, bittasi nari tomonga o'tib ketib qoldi. No, atak bazani normalniy qilib oldim. Ikkinchi qism uchun yetarli darajada normalniy qildim deb o'ylayman men bazani. Ba'zan oxirida ko'rasizlar, atak chiroyli qilib qo'ydim. Bunday blokchalar qo'yib qo'ydim mana yerga. Tepasini ham asta yopib oldim. Ancha blok ketdi ekan bu boshdan oxirigacha qilishga. Men shuning uchun bir qismini oldim faqat. Ya'ni men o'shani boyagi qancha mana shu tekislik qancha masofaga cho'zilgan bo'lsa, o'shanchasini olmoqchi edim. Ko'pga cho'zilgan ekan, mana ko'ryapsizlar, narqi tomonda hali bor ancha joyi. O'shani hisobiga men kamroq joyda oldim. Birani ham sinib qolibdi. Men bunga ahamiyat bermayapman o'yin paytida. Sinmagan, ancha kamayib ketgan. Eng muhimi men уже hozir temir maynerlarni quraman hozir. Qurishim uchun menga albatta 5 ta nima edi uni oti? Oyna kerak. Glass deydimi? Glass edi adashmasam. Oyna kerak bo'ladi. Oyna pishguncha men mana yerda ozgina yana toshni chopib, boyagi joyni yamab turdim. Negadir buni o'zi qamoqchi emasdim. Yo'q joydan plan bo'lib qoldi bu narsa, ya'ni boyagini yopish. O'zi o'sha plan bo'lgan paytida planga aylangan paytida o'zi men boshidan oxirigacha boyagi aytganimdek katta joyni olmoqchi edim. Keyin xullas o'shandan keyin o'sha qarasam ko'p blok ketib qolar ekan. Shuning uchun men hammasini olmadim. Bir necha foizini oldim. Orada ko'p toshlarni tashlab yuborgandim men yerga, chunki rudalar ko'payib ketgandi menda. Shuning uchun toshlarni yerga tashlab yuborgandim va o'sha toshlarni tashlaganimga afsuslandim ozgina. Rudalarga nisbatan toshlar kerak edi baribir. Lapis yetarli darajada edi. Shunday ham ancha bosib oldim, 2 stak qilib qo'ygandim men lapisni. Mana o'sha bizada temir miner tayyor, ozgina temir yig'ib tursin bu. Ko'ryapsizlar, galemda boshi turibdi. Bu neto joylashganligi uchun buni yangi joyga ko'chiramiz. Bu yerga loy blok qo'yib qo'ydim. Nima uchun o'zim ham bilmayman. Bosh kiyim yetarli darajada butun, bu degani suv ostiga tushmoqchi bo'lsak, bemalol tushib keta olamiz. Uni nima bilan ta'minlashni bilmayman men. Mana bu yerga baza deb yana qaytadan yozib qo'yamiz. Chunki bu bizada baza. Let's go. Bizada temir miner bor va bizada kon o'zimizning shaxsiy konimiz ham bor. Undan tashqari bu temir berib boshladi uchun mana 5 ta temir bor bizada. Xo'sh, shuncha texnologiya bor ekan bizada. Shuni men bilmagan ekanman. Mana bu Whitestone modining yangicha versiyasi, ya'ni umuman XP talab qilmaydigan versiyasi. Bizada yetarli darajada temir bo'lib qoldi. O'sha temirni bemalol blok shakliga keltirib qo'ysak ham bo'ladi. Qaranglar, shuncha aslaha ham bor bizada. Copperda reski ko'rdimda menga Copper esimga tushib qoldi. Xullas, hozir Diamonddan o'sha boyagi aytgan qurilmani yasab olaman men birinchi navbatda. Birinchi Quantum miner, ya'ni o'sha boyagi miner, oddiy minerimizni yasaymiz, keyin
boyagi quyosh batareyasi nomi esimdan chiqib ketdi. O'shani ham yasab olgan holatda quyosh batareyasini Quantum Miner'ga ulab qo'yamiz va u bizaga yetarli darajada rudalarni beradi va biz просто ko'mirni olsak bo'ldi. Ko'mirni ham xallasa bo'ladi, ya'ni boyagi nima deydi, daraxtni o'stiradigan, umuman o'simlikda o'stiradigan mod bor. O'sha mod yordamida daraxtni o'stirib, daraxtni birato'la pishirib berishga topshirsa bo'ladi. Daraxt pishgandan keyin bilsalaring ko'mirga aylanadi. Shunaqa qilsak ham bo'lasdi. Nimaga qilmadim bilmadim. Yo'q, xudo xolasa kelasi qismlarda qilarmiz. Keyin aytgandek, biza tez orada 5 yoki 4 yo 5-qismdan keyin One blokni bir necha qismli One blokni chiqaramiz, ya'ni uzoq 3-4 ta qismga bo'lib. Nimaga deganda One blok hozir men boshdan oxirigacha oladigan bo'lsam, safir qolib ketar ekan. Orada mana bunaqa baglar bo'ldi-dagining, boyagi nima deydi, kirka chiqmay qoldi. Men Quantum Miner o'zi tayyor. Endi bizaga bitta boyagi quyosh batareyasi kerak. Tashqariga qo'ymoqchi bo'ldim, ichkariga qo'ydim chunki ba'zi bizada ichkarida. Xo'sh, shuni yoniga qo'yib qo'yamiz emas. Qani bo'lmasa, let's go. Endi biza boyagi minerda yasashimiz kerak. Nima edi? Quyosh batareyasini. Ko'p yaratdim, sababi boyagi ana uchun, miner uchun ko'per kerak. Redstone yetmasligini bilib qoldim men. Va uni yetmasligini bilganimdan so'ng uni sразу men yangi redstone farm qurmoqchi bo'ldim. Yo, farm emas. Redstone farm qursam bo'ladi, u alohida mexanizm. Redstone'ga tushmoqchi bo'ldim, ya'ni konga tushmoqchi bo'ldim. Redstone izlab. Men shu yetadi deb o'ylab chiqib qo'yganligim sababli ozgina kutishga to'g'ri keldi, vaqt ketishga to'g'ri keldi. Mana bizning 3 talikdan bittasi tayyor, yana 2 ta yasashimiz kerak. Xuddi shunaqa narsadan bizga yana redstone kerak va ikkinchisini ham tayyorlab olamiz. Uchinchisi uchun redstone yetmaydi va biz redstone izlagani ketamiz. Nimaga ketib Chunki men uncha ko'p redstone olib kelmayman deb o'yladim. Lekin o'ylaganimdan ko'proq ruda olib keldim men bu yerga borib. Juda ham uzoq bo'lganligi uchun ko'ryapsizlar, prям karta yuklanmay qolyapti. Va mana bizda normalniy katta kon bor va o'sha kondan loot qilamiz endi. Bir tomon juda ham kichkina ekan, narigi tomonda o'zi katta joy bor. Mana bu tomonda juda ham katta joy bor. Ko'ryapsizlar, Fortune zehri bilan bitta beradigan temirni 4 ta 5 talab beryapti. Va albatta juda ham zo'r. Omad sehri bu yaxshi narsa. Yana diamond topdim va diamond olamiz. Bittadan 3 ta beryapti, ko'ryapsizlar. Bu вообще zo'r narsa. Va biz ametist g'orini topdik, ya'ni boyagi asteroid deydimi, nima deydi, o'shanaqa narsa topdik. Xo'sh, men bitta redstone topgandim, u yetarli darajada bermadi, shuning uchun yana redstone izlagani ketdim men. Bu yerda ham lava bor ekan, shu lavani yonida yursam nimagadir men lavaga tushib ketaveraman hadab. Bu yerdagi lavaga yetishimizga hali ozgina bor, ungacha ancha yuraman men. Xo'sh, temir, yana temir. Bu Fortune sehri bilan ancha narsa yig'ib oldim men. Bosib oldim-da, yig'ib olmadim. Oltin chiqdi, oltinni ham bosib olamiz. Nimaga bulardan hammasini yig'ib olyapman bilmadim-ki. Menda axir hammasi bor-ku. Nimagadir yig'dim-da men mana shularni. Xullas, men tezda chiqib ketaman deb o'ylagandim, ancha qolib ketdim. Уже bir stack bo'ldi, lekin men hali ham chiqqanim yo'q. Lekin XP ni bosib oldim. Tez orada men nima edi? Waypoints modini yasayman.
Ammo bu qismda emas. Kelasi qismda esa men chiqaman deb tushib ketdim va uyga qaytdim va uxlab oldim birinchi navbatda. Tong otdi. Endi qiladigan ishlarimizdan asosiysi bizga kaper kerak. Oldinda tiqib qo'yamiz, kaperni olamiz. Kaper nimaga kaper deyapsiz deganlar uchun koper deyish qandaydir g'alati. Xullas menda 10 ta diamond bor. Уже 10 ta diamond bizga bemalol yetadi boyagi nima deydi waypoints modini yasash uchun. Redstone ham yetarli darajada bo'ldi. Endi bizga temir kerak. Temir emas, temir blogidan kerak. Men boya temir miner yasaganligim uchun menga temir muammo problema emas. Va bizda miner boyagi nima deyapti? O'sha tayyor, quyosh batareyasi tayyor. Endi bizga kabel kerak. Kabel uchun albatta kaper kerak. Bizda bir dona kaper bor, yana bir dona koper kerak. Uni albatta pechkaga tiqib pishirib olamiz. Tez orada tez pishiradigan, eng tez pishiradigan pechkani ham qurib olamiz. Hozircha shu ham bo'laveradi. Redstone 1 stack 8 ta bo'ldi. Уже 3-qismgacha menimcha ancha bosilib qolsa kerak redstone. Eng boyagi minerda eng kam chiqadigan narsa bu lapis. Shuning uchun lapisni alohida yig'ib olish kerak. O'zi alohida ham yig'ib olish kerak. Ya'ni farmdan tashqari, farm beradigandan tashqari ham alohida yig'ib olish kerak. Men konga tushganda chiqib qolsa olaverish kerak. Qolganlar masalan, qolgan rudalarda uncha shart emas. Masalan, temir, ko'mir, izimrud ular shart emas. Ko'mir shart, chunki ko'mir miner hali qurmayman men. Ko'mir miner uchun menga albatta portaldan o'tishim kerak. Portaldan o'tish uncha problema emas men uchun, baribir ham ancha vaqt ketadi. Undan boshqa mexanizmlarni ham tez orada qurib olaman. Ungacha birinchi qism shu yerlardan o'z nihoyasiga yetib qoladi. Va mana bu yerda quyosh batareyasi, bu ikkalasiga esa kabellarni qo'yamiz va bu quvvat ola boshladi. Endi bu shart emas, chunki juda ham ko'p temir bo'lib ketdi. Bizga temirni blokka aylantirib qo'ysak ham bo'ladi. Temir bemalol blokka ham aylantirsak bo'ladi va qani bloklarga aylantirib tashlaylikchi. Bu nechta bo'lar ekan? 13 ta bo'lganda 13 ta normalni yetib qoladi. 14 ta bo'lar ekan, chunki menda boya bitta qolib ketdi. Ikkita temir blok kerak edi, men 3 ta qilib yasab olgandim. O'shandan ortgani qoldi va bizda menimcha normalniy rezultat bo'ldi. Ikkinchi qism uchun shuncha narsaga qo'ydik. Bu albatta juda yaxshi. Mana bu ham bera boshladi. Barcha o'z rudalarni 4-kunimiz ham tugab ketibdi. Ahamiyat bermayapman men 4-kun tugaganiga. 4-kun ham tugamabdi, boshlanib qo'yibdi уже. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Va mana barcha rudalarni o'z joyiga qo'yamiz va shu bilan videoni tugatamiz. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chao.